To'rtinchi qism. Yovvoyi kelin. Muallif Nabijon Hoshimov. To'rtinchi bob. Kimga aza, kimga to'y. Taqdirning qiziq o'yinlari bo'ladi albatta. Sovchilarni sabohatlarnikiga tashlab qo'yishgan Sarvar bilan Andrey qishloq guzariga borib bir oshxonaga kirishdi. Ko'ngildagidek ovqat yo'q ekan. Biroz vaqtlaring bo'lsa, choy-poy ichib tursangizlar, aytgan ovqatingizni tayyorlab beramiz mehmon, dedi oshpaz. Xo'p, mayli, mening sherigim moskvalik mehmon, bo'lmasa o'zingiz yaxshilab, a? Bosh ustiga, dedi oshpaz va alohida xonadagi so'riga yangi ko'rpachalar soldira boshladi. Sarvar Andreyni boshlab kirdi. Andrey biroz vaqt bo'lishlari mumkinligini hisobga olib, ovqat pishgunicha onasiga qo'ng'iroq qilib kelishini aytdi. Ты отдыхай, dedi u yonboshlab olgan Sarvarga. Я сам быстро поеду и приеду. Sarvar uning qo'liga mashinaning kalitini tashladi. Kerishib pinakka ketdi. U kecha tunda Andrey bilan rejalar tuzib chiqqan. Andrey uxlab qolgan bo'lsa-da, u sabohat bilan qurilajak shirin turmush haqida o'ylab, deyarli uxlay olmagandi. Tushiga yana o'sha jannat g'or kirdi. Go'yo kelin-kuyov devorlariga rangli sharlar osog'li g'orning ichkarisiga qarab kirib ketishmoqda. Jilg'adan esa gullar oqib chiqayotganmish. Ладно, мама, наверное, у Сарвара скоро свадьба. Мы сейчас сватать приехали. Все хорошо, не беспокойся. Ты на путешествии через 2-3 дня. Сначала приедем в Ташкент, а потом дальше. Shu payt Andreyning ko'zi ko'chada yig'lab o'tib ketayotgan bir go'zal qizga tushdi. U onasi bilan xayrlashib, shaharlararo so'zlashuv budkasidan chiqdi-da, qizning ortidan qarab qoldi. Da, dedi u beixtiyor. Kому-то праздник, kому-то печаль. Uning qizga rahmi keldi. Nima bilandir hech bo'lmasa shirin so'zi bilan hamdardlik bildirmoqchi bo'ldi va mashinaga o'tirib qizga yetib oldi. Ay, девушка, тебе плохо, да? Sadiz, куда надо отвезу. Sabohat Andreyga yarq etib qaradi. Yuzlariga sepkil toshgan bu mallasoch yigitning mehr bilan qarab turgan ko'zlariga boqib, uning taklifi samimiy ekanini his qildi. Нет, спасибо, dedi qiz befarq. Mashina qiz bilan yonma-yon ketaverdi. Я из России, приехал к другу. Ненавижу, когда девушек обижают. Не могу бросить тебя в таком состоянии. Qiz shundagina katta ko'chada shunday ahvolda ketayotganidan xijolat bo'ldi. Bu yerda ko'pchilik uni yaxshi tanirdi. Kimsan falonchining qizi katta yo'lda yig'lab ketyapti. Mallasoch yigit bo'lsa begona, uning shunchaki rahmi kelayotgani ko'rinib turardi. Тогда отвезите, пожалуйста, меня домой. Я вам заплачу, dedi u Mansurlarning qishlog'i tomonni eslab. Далеко? Нет, отсюда 15-20 километров. Хорошо, садись. Sabohat orqa o'rindiqqa o'tirib, o'zini bosib oldi va o'ziga oro bera boshladi. Прямо, да? Да. Русский язык откуда знаешь? deb so'radi Andrey qizni atayin gapga solmoq uchun. Русскую школу окончила и сейчас также учусь в европейской группе. А где? В Ташми. Да, смотри-ка, dedi rus yigit ajablangan namo. А как тебя зовут? Sabohat. А меня Андрей. Вы приехали в гости? Да, у друга свадьба. Nihoyat mashina qishloq guzariga yetib keldi va qiz mashinani shoshib bekat oldida to'xtatdi. Я тебе домой отвезу. Нет, спасибо, я живу здесь недалеко, dedi qiz va sumkachasidan pul ola boshladi. Ты меня обижаешь, сестричка. Я не таксист. Qiz jilmayib chuqur minnatdorchilik bildirdi-da, mashinadan tushib keta boshladi. Andrey esa uni boshqa mehmondo'st o'zbeklarga o'xshab bir piyola choyga taklif qilishini kutgandi. Sestrichka, deya qichqirdi u qiz ortidan. Возьми мою визитную карточку, может пригодиться. Qiz mayin tabassum qildi va ortiga qaytib mehmonning ko'zlariga minnatdor boqdi. Andrey bu shahlo ko'zlarni ilgari qayerdadir ko'rgandek bo'ldi, lekin eslolmadi. Может быть, дашь мне свои координаты? К сожалению, не могу, извините. А почему? Скоро замуж выхожу и к какому адресу буду жить, не знаю. Kutilmagan bu so'zdan Andrey hayron qoldi. А меня на свадьбу пригласишь? Обязательно. Ну ладно тогда, больше не плачь. Договорились. Andrey mashinani yurgizdi va o'rnidan ohista qo'zg'aldi. А мне найдешь невестку? Конечно, найду. Сама позвоню, xo'p.
dedi Sabohat barmoqlari bilan xayr ishorasini qilib va g'izillab ketgan mashinaning ortidan allanechuk bo'lib qarab qoldi. Andrey yetib kelganida Sarvar ko'chada sigareta tutatib, xavotirlik bilan uni kutib turardi. "Я думал, тебя девушки украли", dedi Sarvar hazil qilib. "Откуда узнал?" deb so'radi Andrey hayron bo'lgandek. "Говорят, Moskva город маленький." Andrey uni allaqachon qiz bilan kimdir ko'rganini to'g'ri ma'noda tushundi va o'zicha qoyil deb qo'ydi. "Просто жалко", dedi Andrey tuzab qo'yilgan dasturxonning oldiga qo'llarini ishqab o'tirarkan. "Она, оказывается, скоро замуж выходит. Значит, тебе понравилось?" "Да, знаешь, как будто я ее где-то видел, но не помню. Узбечки очень похожи друг на друга. Они одеваются почти одинаково. Нет, она симпатичная, одевается по-европейски и на русском хорошо разговаривает. Ничего, тебе тоже найдем такую. Она тоже обещала. А где она проживает? В 20 километров отсюда. Какой-то кишлак. Откуда ее нашел? Она шла по улице и плакала. Наверное, ее кто-то сильно обидел. Ну, хватит о ней. Давай, выпьем и быстро покушаем, а то нас там ждут." Andrey ishtaha bilan ovqatlanarkan negadir ko'z o'ngidan Sabohatning tabassum qilib turgan chehrasi ketmadi. Qiziq, ilgari uni qayerda ko'rgan ekanman-a deb qo'ydi u xayolan. Bugun asli ikki o'rtoqning ham ishi yurishmagan, ya'ni Andrey aytmoqchi nevезучий den ekan shekilli, kelinning otasining yuragi xuruj qilib qolganmish. Shuning uchun oqliq olish olmabdi. Endi unashtirish ishlari sayohatdan keyinga qoladigan bo'libdi. Sabohat bo'lsa onasidan tortib olgan oqliq matoni ham shoshilishda sumkachasiga solib olgan ekan. U Mansurlarnikiga kelib, darvoza oldida biroz esankirab turdi va o'zini qo'lga olib, tugmachani bosmoqchi bo'ldi. Lekin qo'llari negadir titrab ketdi. Bosa olmadi. Yaxshisi Mansurning yoki kimningdir uydan chiqishini poylay qolishga qaror qildi. Darvozaning yonida yashil to'siq bo'lib, uning ortida gullar ekilgan, chetroqqa bir o'rindiq qo'yilgandi. Mansurning onasi ko'pincha shu yerda o'tirishni yoqtirardi. Sabohat o'sha yerga o'tirib, oqliq matoni qo'liga oldi-da, ko'zlari yoshlanib o'tiraverdi. Asablari taranglashgani uchunmi, necha kundan buyon juda toliqqani va deyarli tuz totmagandi. Shu tufayli holsizlanib, o'rindiqqa yonboshladi-da, tez orada uxlab qoldi. U tush ko'rdi. Tushida Sabohat ota-onasining qo'lidan oqlig'ini olib, Mansurning ota-onasining qo'liga o'zi tutgan emish. Shu mahal Mansur kelib, uni ko'tarib uyiga ohista olib kirib, yotqizib qo'yganmish. Shirmonayi, "Aylanay qizim" deya shivirlab, uning sochlarini silayotganmish. Sabohat esa bu tushning uzoq davom etishini juda istayotganmish. U ko'zlarini ochganida o'zini qandaydir shinam uyda, yumshoq divanda yotganini his qildi va ustiga yumshoq adyol tashlanganini ko'rdi. "Voy, qayerga kelib qoldim", dedi qiz o'z-o'ziga va o'rnidan turib ketdi. Devordagi suratlarga ko'zi tushdi. U yerda qandaydir chol kampir, Mansurning ota-onasi, uning o'zi va nihoyat Toshkentga o'g'lini ko'rgani borgandagi Sabohat uchalalari tushgan suratlar osig'liq edi. Ey Parvardigor, bu qanday baxt! Qiz deraza oldiga keldi. Kun qorong'u bo'libdi. Tashqaridagi so'rida Mansur ota-onasi bilan suhbatlashib o'tirishibdi. "Qizim bechora qochib kelgan ko'rinadi", dedi Shirmon opa. "Endi nima qilamiz?" dedi xo'rsinib Erdavlat aka. "O'zidan so'rab bilish kerak. Tinchlik bo'lsa uylariga olib borib tashlab kelaman", dedi Mansur. "Mayli, bir gap bo'lar. Qiz bechora uxlab olsin." "Nima, tashlab kelaman deydimi?" dedi Sabohat o'zicha norozi bo'lib. "Chiqib to'g'risini ayta qolay, bular tushunadigan odam ko'rinadi. Bo'ladigan ishning bo'lgani yaxshi. Baxtim uchun o'zim kurashganim bo'lsin. Yomonotliq bo'lib qolmayin tag'in", degan o'ylar o'tdi qizning ko'nglidan. Uning ko'zi qoziqqa iliqlik bir katta ro'molga tushdi. Uni boshiga tashlab oynaga boqdi. "Assalom kelinchak", deya o'z-o'ziga salom berdi. Sumkasidagi oqliqni qo'liga oldi. "Bismillahirrohmanirrohim. Bosgan qadamim menga baxt keltirsin", deya o'z-o'ziga duo tilab, tashqi eshik tomon asta qadam tashladi. Qizning ayvonga chiqib kelganiga dastlab Mansurning ko'zi tushdi va ana uni qaranglar degandek angrayib qoldi. Qiz yangi tushgan kelinchakdek 3 bora egilib salom berdi. Shirmon opaning tili kalimaga kelmay kalovlanib qoldi. "Ko'p yashang.
Vali, dedi arang Erdavlat aka ham ko'zlarini katta-katta ochib. Sabohat zinadan tushib keldi-da, Shirmonoyning qo'liga ikki qo'llab oqliqni uzatdi. Hozir tushimda ayon bo'ldi. Mana bu oqliqni ota-onam sizlarga berib yubordi. Otam rozi bo'lmadi, lekin Xudo rozi bo'ldi. Otangiz nega? Dedi Erdavlat aka dovdirab. U kishi meni oq qildilar. Men esa arosatda qoldim. Ko'nglim sizlarni ixtiyor qildi. Mansur akamni yaxshi ko'raman. Shuning uchun o'zim kelaverdim. Shunaqami? Hay, Shirmon, angraymay qizimizning qo'lidagini olmaysanmi? Dedi Erdavlat aka. Shirmon opa oqliqni oldi va ikki ko'zidan duvullab yosh oqib ketdi. Uyingga xush kelibsan, qizim. Mansur allanechuk bo'lib yerga boqdi. U ich-ichidan quvonmoqda edi. Erdavlat akaning xonadonidagilar, yaqin qarindoshlar, mahalla oqsoqoli, qishloq fuqarolar yig'ini raisi, masjid imomi va qo'ni-qo'shnilar ertasiga maslahatga yig'ilishdi. Muhokama uzoq cho'zildi. Qiz va yigitning roziliklari ham so'rab ko'rildi. Bularni qonuniy nikohlab qo'ya qolish kerak, vassalom, dedi rais. Ha, to'g'ri. Shunda nima bo'lsa ham davlat o'z himoyasiga oladi. Sud bo'lsa ham bularni qo'llaydi, dedi mahalla oqsoqoli. Lekin shuni unutmanglarki, dedi imom xatib, ota rozi, Xudo rozi degan gap bor. Avvalo ota-onasini rozi rizoligi olinmay turib nikoh o'qib bo'lmaydi. To'g'ri, dedi qo'shnilardan bo'lgan bir mo'ysafid. Ehtimol bu qiz uyidan bekorga badarg'a qilinmagandir, o'zboshimchalik qilgandir. Xullas, Erdavlat akanikiga qanday qilib kelib qolganini surishtirib ko'rishimiz kerak. Axir ular bir-birlarini yaxshi ko'rishadi, bir-birisiz yashay olishmaydi, dedi Shirmon opa kuyinib. Hoy, Shirmon opa, o'g'lingizni yaxshi ko'rgani yo'q edi shekilli, qayerdan bu qiz paydo bo'lib qoldi, dedi qo'shni ayol bo'zarib. Bu Karomat ismli ayol bo'lib, uning balog'atga yetgan qizi bor edi. O'sha qiz esa Mansurni yoqtirishini oyisiga aytgan, lekin andisha tufayli bu gap Shirmon opaga yetib kelmagan va bu haqida o'ylab ham ko'rmagandi. Hoy, Karomat, siz nimaga kuyasiz? Buni axir taqdir deydilar. Taqdir bo'lsa, o'zimizda qizlar qurib ketgan ekanmi? Dedi Karomat yana kesatib. O'g'lingizda ham biror gap bordirki, birovning qizi o'z oyog'i bilan kelib qo'ya qolibdi. Ayollar orasida g'ala-g'ovur boshlandi. Hoy ayollar, janjal qilmanglar. Hozir mavrida emas, dedi oqsoqol. Erdavlat akaning xonadonida bo'layotgan maslahat va u yerda paydo bo'lgan bahsning mojaroga aylanib ketishi oqibatida mahallaga gap tez tarqalib, endi hovliga ko'plab qo'ni-qo'shnilar, o'tgan-ketgan bekorchilar kirib kela boshlashdi. Ular turli joylarga joylashib o'tirib olishgan, ko'pchilik ko'cha darvozasi oldida tik turishardi. To'satdan uyga o'z oyog'i bilan kirib kelgan sepsiz qizni nikohlab to'y o'tkazish mumkinmi? Degan savol ko'pchilikni qiziqtirmay qolmasdi albatta. Tushuninglar axir, vaziyat shuni taqozo qilyapti. Sabohatning otasi qizini zo'rlab bir bangi yigitga bermoqchi bo'lgan ekan. U ko'nmabdi. Shuning uchun otasi uydan haydabdi. Ular Mansur bilan birga o'qishgan, bir-birini yoqtirisharkan, esli-hushli, qo'llarida diplomi bor, ziyoli yoshlar axir. Xudo xohlasa o'z turmushlarini o'zlari qura olishadi. Ularga hech qanaqa sep, urf-odatimizdagi mayda-chuydalar kerakmas, dedi Erdavlat aka. Bir qo'shni ayol so'z oldi. Xudoga ming qatla shukr, hammamizda ham yo qiz bor, yo o'g'il. Ularni bolaligidan orzu-havas qilib boqamiz. Baxtli, saodatli turmush kechirishlariga orzumandmiz. Ayniqsa qizlarimizni oq yuvib, oq tarab, ularga bir umr sep yig'amiz. Ajdodlarimizdan urf bo'lib kelayotgan odatlarimizga amal qilib, ularni jo'yali joyga uzatamiz. Shuning uchun Sabohatning ota-onasi oldidan bir og'iz o'tib qo'yilishi kerak menimcha. Ehtimol ular taqdirga tan berib, qizlarini berishga xursandchilik bilan rozi bo'lishsa ajabmas. Nima dedinglar? Hurxon to'g'ri aytyapti, dedi qishloq yig'ini raisi. Qudachilik, ming yilchilik degan gap bor. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. To'y bo'lganidan keyin har ikki tomon odamlari bir-birlari bilan qarindosh urug' rishtalarini bog'lashadi. Xursandchilik, xotirjamlik bo'ladi. Shuning uchun kelinglar, qizning otasining oldidan bir bor o'tib kelaylik. Ehtimol xo'p deb yuborar. Ma'qul, shunday qilish kerak, dedi qo'shni mo'ysafid quvonib. Bo'lmasa kimlar vakil bo'ladi, deb so'radi rais. O'zingiz, dedi kimdir. Erdavlat borsin. Axir u otasi-da. Innay keyin mahalla oqsoqoli ham. Ayollardan-chi? Ayollar kerakmas.
dedi Shirmonayaning singlisi Xadicha. Biz bir marta sovchi bo'lib borib ko'rdik. Bo'lmasa, dedi mahalla oqsoqoli o'rnidan turib. Bugungi to'y maslahatimiz pishmadi deb hisoblaymiz-da, bugun kechki payt yuqorida aytilgan vakillar qizning otasinikiga borib kelishadi. Undan keyin shunga qarab ish qilamiz. Hamma ma'qullab o'rinlaridan qo'zg'alishdi. Kechki payt vakillar Sabohatdan olingan manzil bo'yicha ularnikini qidirib tuman markaziga borishdi. Lekin surishtirilgan Akbar aka tuman rahbari Akbar Soliyevich ekanidan ular bexabar edilar. Qishloq vakillarini Soraxon opa sovuq qarshi oldi. Uydalar, dam olayotuvdilar, nima ishlaring bor? Zarur masala, dedi rais. Shaxsiy masala, dedi Erdavlat aka urg'u berib. Hozir so'rab ko'rayinchi, dedi ayol va eshikni yopib qo'ydi. Va biroz o'tgach eshikni qiya ochdi. Shaxsiy masalada haftaning har dushanba kunlari soat 14:00 dan 18:00 gacha ishxonalarida qabul qilishar ekan. Bugun qanaqa kun? Deb so'radi rais oqsoqoldan. Dushanba? Ana xolos, bugun dushanba ekan-ku, singlim. Soatingiz necha bo'ldi? Kechki 7 bo'ldi. Kunning, soatning bizga nima daxli bor? Deya ajablandi Erdavlat aka. Birinchidan, xo'jayinimning ish vaqtlari tugadi. Ikkinchidan, shaxsiy masalada odamlarni uyda qabul qilmaydilar. Erdavlat akaning ensasi qotdi. Birinchidan, yangajon, xo'jayiningizning qanaqa lavozimda ishlashi bizni qiziqtirmaydi. Amali bo'lsa o'ziga. Ikkinchidan, rais qizishmang degandek uning yelkasini ma'noli bosib qo'ydi. Qizingiz masalasida bu masala ham otasini qiziqtirmaydi. U o'z boshimcha buni xo'jayiningizning o'z og'izlaridan eshitmoqchi edik, dedi rais sipolik bilan. Ayol avval qizardi, so'ngra bo'zardi. Nima uchun? Sizlarga kerak bo'lmasa, qizlaringiz mana bizga kerak. Bizlar uni o'zimizga qiz qilib olmoqchimiz, dedi Erdavlat aka bo'sh kelmay. Yer yutkur, juvon mark. Endi bunaqa yo'l topibdimi? Bo'pti, men hozir erimga aytayinchi, lekin gapning to'g'risi u kishi bugun kasalxonadan keldi. Kecha yuraklari xuruj qilgandi. Shunga boshqa kun kelsangizlar, men o'zim Mavrida bo'lganda gaplashib qo'yardim. Qaysi kuni kelsak ekan bo'lmasa? Yakshanba kuni kela qolinglar. Vakillar ma'qul deya qishloqqa qaytib ketishdi. Lekin yakshanbaga qadar Akbar Soliyevich Shoazim Shohaydarovichdan kesatiq va fisqi fasodlardan iborat gaplarni eshitaverib, joni halqumiga keldi. Akbar aka ko'p o'yladi va oxiri bir qarorga keldi shekilli, xotinini chaqirdi. Anovi kelgan kishilar o'zi kim ekan? Beshkapa qishlog'idan Sabohatni kelinlikka so'rab kelishibdimi? Ha, shunaqa shekilli. Bir safar ulardan sovchilar ham kelishuvdi, men qaytarib yuboruvdim. Nima edi? Hech gap yo'q. Endi kelishsa oldimga olib kirarsan. Ayol chuqur xo'rsinib qo'ydi. Xayriyat, erim insofga kelib, qizini kechiradi shekilli. Qiziq, nahotki ana ularga rozilik bermoqchi. Tavba, nimaga oq qildi bo'lmasa? Akbar akaning xayolida esa butunlay boshqa o'ylar hukmron edi. U javondagi kitoblar qatorida turgan qizining kulib turgan suratini qo'liga oldi. Meni kechir qizim, sevganing bor ekan, u bilan baxtli bo'l. Lekin seni rozilik bilan berolmayman. Bu haqda Shoazim Shohaydarovich bilsa meni yo'q qiladi. Gunohlarim bir dunyo, hammasi unga ayon. Oilamiz xonavayron bo'ladi. Men qamalib ketaman. Agar sen uydan ketib, o'zboshimchalik bilan men bilmaydigan kimgadir tegib ketgan bo'lsang, har holda bu mening aybim emas. Bir kun seni o'zim topib olaman. Ehtimol kuyovim, nevaralarim bilan ham o'shanda uchrasharmiz. Hammasini o'shanda tushuntirib beraman. Sen juda aqlli qizsan. Meni albatta to'g'ri tushunasan, qizim. Shunday deya u ko'zlariga yosh oldi va baxtli bo'lgin deya suratni o'pib qo'ydi. Sarvardan qochib to'g'ri qilasan, qizim. Va nihoyat yakshanba kuni ham keldi. Bungacha ular tuman rahbarining uyiga kelib ketganlarini surishtirib bilgandilar. Shu tufayli qishloq yig'ini raisi ming bor uzrini ayta boshladi. Qolaversa, erining yuragi xastaligi va u bilan ehtiyot bo'lib gaplashishlarini Soraxon aya yana iltimos qilgan, eridan ham qizishmay, mehmonlar bilan sipo gaplashishi kerakligini tushuntirgan edi. Akbar aka ehtimol shu tufaylimi yoki qizi boradigan joyning odamlariga ehtirom bildirgisi keldimi? Har holda ularni yaxshi mehmon qildi va o'tgan safar xotini tushunmay kiritmaganini eslab kulishdi.
Palov ham yeyildi. Bu orada kim oqsoqol, kim kuyovning dadasi, ya'ni qudasi ekanini so'zlaridan fahmlab oldi. "Xush kelibsizlar", dedi Akbar aka qulluq qilib. "Anavi masala", deya jur'at qildi mahalla oqsoqoli. "Ha, u masalami?" dedi jiddiylashib Akbar Solievich. "U masala hal." "Va xayriyat", deb yubordi mehmonlar kutilmagan gapdan shodlanib. "Xullas, u kimga tegadi, taqdiri nima bo'ladi, meni qiziqtirmaydi. Men unga bir tiyin ham seplik ham bermayman. Gap tamom. Qani omin, Allohu akbar. Xush kelibsizlar", dedi u dast o'rnidan turib sipolik bilan. Mehmonlar yuziga fotiha tortishniyam, tortmaslikniyam bilolmay dog'da qolishdi. Bir-birlariga ma'noli qarab yelka qisishdi. "Qizingiz sizni anchagina xafa qilgan ko'rinadi", dedi rais. "Bu bizning oilaviy ishimiz", dedi Akbar aka. "Jiddiyroq o'ylab ko'rarsiz, orzu-havas deganday", deb gap boshladi Erdavlat aka. "Qizim kerakmi? Oling, boshqa narsa so'ramang, iltimos", dedi rahbar cho'rt kesib yerga qarab. Vakillar yana bir bor uzrlarini aytishdi. Bu masalaga yana qaytishlari mumkinligini eslatishdi. "Yo'q, bu masalaga boshqa qaytmaymiz. Mabodo to'y qilingudek bo'lsa-chi? To'y ham bizni qiziqtirmaydi. Kimga tegadi, qaysi pulga tegadi, mening ishim yo'q, chunki mening bunday qizim yo'q." "Hay mayli, nima ham derdik, bizning vazifamiz oldingizdan birrov o'tib qo'yish edi. Keyinchalik qizingizni kechirishingizga umid bildiramiz", dedi Erdavlat aka. "Rahmat sizga, tushungan odamga o'xshaysiz", deya Akbar aka samimiy qo'l uzatdi va beixtiyor u bilan mahkam quchoqlashib xayrlashdi, lekin ko'zlariga negadir qaray olmadi. "Xush kelibsizlar. Uzr, gapning jo'yasini ochiq-oydin aytib qo'ya qoldim", dedi u qo'lini ko'ksiga qo'yib. Mehmonlar do'ppilarini qo'lga olib, hayronlikda jo'nab qolishdi. "G'alati ish bo'ldi-ku, endi nima bo'ladi-a?" dedi rais hayron ortiga qarab qo'yarkan. "Nima bo'lardi? To'y bo'ladi-da", dedi oqsoqol xotirjam. "Ha, albatta, to'y qilamiz", dedi Erdavlat aka ishonch bilan va Akbar akaning samimiy quchoqlashib xayrlashganini o'ylay boshladi. Demak, vaziyat shunaqamikin. Inson hayotida har narsa bo'lishi mumkin, noiloj. Lekin sepsiz, qudalarsiz qanaqa bo'larkin, dedi rais jiddiy o'ylanib, boshini attang degandek qimirlatib qo'yarkan. "Ha, yaxshi ish bo'lmayapti", dedi oqsoqol. "Yo'q, xudo xohlasa hammasi yaxshi. Yomon bo'lganida bizni eshigidan ham kirgizmagan bo'lardi. Uning o'rniga yaxshi mehmon qildi, izzatimizni joyiga qo'ydi. Ko'nglim sezib turibdi, keyinchalik hammasi iziga tushib ketadi. Gapni ko'paytirmaylik-da, to'yni boshlayveraylik. Kelin kuyov o'zlari ishlab, pul topib, bemalol hayotlarini qurib ketishiga ishonaman", dedi Erdavlat ishonch bilan. "Demak, mahalla hashar qilib, ularning ko'rpa yostig'ini qilib beramiz. Rahmat, menda to'y uchun jamg'arib qo'yganim bor, qarindosh urug'lar ham yordam berishadi. Kami ko'stiga biz ham qarab turmaymiz", dedi rais. "Yoshlarni qo'llaydigan homiylarimiz bor, arizani beraverishsin." Xullas, tez kunlarda to'y bo'ladigan bo'ldi.